Uzoq kutilgan damlar keldi. Bir necha soatlardan so'ng biz ikki qit'a va ikki xil dunyo qarashga ega jangchilarni oktagon qafaslarida qonli jangiga guvoh bo'lamiz. Bu ikki jangchi nafaqat kamar uchun jang olib borishadi, balki UFC tarixida o'z nomlarini muhrlash maqsadida oktagonga chiqishadi. Nigohlar maydoniga ikki vazn chempioni, UFC yulduzi va qiroli irlandiyalik Conor McGregorni taklif etamiz. Demak, kutib oling. Conor McGregor 70 kg va 80 gram vaznni bizga namoyish qildi. Nigohlar maydoniga UFC'ning yengil vazn chempioni Habib Burgut Nurmagomedovni taklif etamiz. Kutib oling. Bizning chempion 70 kg va 300 gram vaznni bizga namoyish qildi. Xonimlar va janoblar, sizlar bilan Conor McGregor. Birinchidan Conor, seni UFC'ga qaytganing bilan tabriklayman. Senga birinchi savolim, UFC'ga qaytganing sen uchun qanday ahamiyatga ega? Senga maslahatim, anavi kulib turuvchi kalamushni boshidagi chugurmasini kiya ko'rma. Undan sassiq hayvonning hidi keladi. UFC'ga qaytganimga keladigan bo'lsak, men o'z muxlislarim uchun bu yerda turibman. Haqiqiy qirol UFC'ga qaytdi. Javob uchun katta rahmat. Xonimlar va janoblar, sizlar bilan Conor McGregor. Endi esa so'zni chempionga beramiz. Habib seni bugun o'z kamaringni himoya qilish jangi kutib turibdi. Sen uchun bu jang qanchalik ahamiyatga ega? Boshida men bir so'zni takrorlamoqchiman. Men bu yerda Allohning qudrati bilan turibman. Balki mening bu so'zlarim sizlarga yoqmas, lekin buni yana takrorlayman. Alhamdulillah. Men bugun sizlarni irlandiyalik bolakaningizni oktagonda yuzini buzib tashlayman. Bu yerga kelgan barcha muxlislarimga, ayniqsa irlandiyalik muxlislarimga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizlar sabab ushbu jang paydo bo'ldi. Hammangizga katta rahmat aytmoqchiman. Janggacha do'stlar. Rahmat janob Habib. Xonimlar va janoblar, sizlar bilan chempion Habib Nurmagomedov edi. Do'stlar, hammangizni bugungi jangda kutib qolaman. Agar hech qanday kasallik bularga to'sqinlik qilmasa, bugun albatta bu jangni guvohi bo'lamiz. Vodiy TV kanali nomidan ikkala jangchiga ham omad tilab qolamiz. Do'stlar, sizlar kimga muxlislik qilmoqdasiz? Albatta bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Ertaga ertalab ushbu jangning o'zbek tilidagi videosini kanalimizda tomosha qiling. Bizdan uzoqlashmang.